Skuter zormonda 25, 35, 40, 45 yursa bir xil keladi. U bechoralarda nima aybi bor? 35, 25 nima qizig'i bor u skuterlarda? Pravaga nima daxli bor? 35 mana masalan oddiy mashina 60, 70, 80, 90, 100, 150, 160, 170, 180, 190 yuradi-da, to'g'risi. Gap. Mana masalan biz skuterda yurganmiz, Yangi bozorda ko'rdim ko'p shopirlarni. O'zimizda mana Qo'qon shahrida imенно ko'rdim. Masalan 150 dan oshiq yuryapti. 150 dan oshiq. Shunaqa holatda biz skuter haydovchilarda ayb bo'ladimi yo 100-150 yurgan shopirlarda ayb bo'ladimi? Savol. Sizlarga. Bizi tezligimiz chumolining tezligidan ham sekin bo'lsa, mashinaning tezligi 60 bo'lsa, minimalniy. Aytinglar, savol yarmi joyida qolib ketmasin. Qisqa metrajli tanaffusdan keyin yana qaytdim efirga. Gapiringlar endi onasini emsin. Yashamaylik ekanda. Shu. Gazanda Schumacher shopirlarga prava qilib beringlar, onasini emsin. Bichlar prava olishga ham puli yo'q, onasini emsin. Yurishi 150, turishi 150, boshi 150, mashinasi 150 yuradi. Schumacherlarga jarima solinglar, Schumacherlardan prava so'ranglar. Bizdan nima so'rasizlar? Onasini emsin. Kichkinagina narsa bo'lsa, ya'ni tokka yuradigan motorda yursa onasini emsin. Benzinli, mayli benzinli skuterlarga endinglar, benzinsiziga nimani deyapsizlar, ey? Tokka yuradigani undan tezroq yurami? Yursa 25 yurar, 35 yurar, 40 yurar. Dalshi bo'lshi undan kichkinaroq yuradi, pastroq yuradi, kamroq, ozroq yuradi. Siz o'ylaysizlar, hech kim chiqmaydi bular nomidan. Prava qilish kerak, dokazat qilish kerak. Tez yuribdi, avariya bo'lyapti deysizlar-da. Maslahatim, mana shu pravani-chi, ana Schumacher o'pkasini bosolmay qo'ygan shopirlarga beringlar. Iltimos sizlardan. Hop.